Salam ko'pchilik, yaxshimisilar? Bugun sizlarga oilalarda bu tasma baliqni pishirish usulini ko'rsatamiz. Shunda bo'lsa, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bundan ketadigan asosiy materiallar tasma baliq, qurtilgan laza, zencefil, so'ng piyoz, samsak qatorliqlar. Aldı bilen baliqqa iz chiqarib to'g'rab olamiz. Bu to'g'ri vaqtida baliqning go'shtini kesib qo'ysak bo'ldi, so'ngini kesib etmaymiz. Bunda iz chiqarib to'g'rab olgandan keyin bunda 3 turli foydasi bor. Birisi ko'rkam bo'ldi, ikkinchisi tekşi issiq o'tib tez pishidi. Uchinchisi tam mushu biz chiqarib qo'ygan yerdan ichiga singadi. Mushtaq alayliklar bor. Oldi bilan baliqqa mushtaq iz chiqarib to'g'rab olamiz, shakil tarafidan. Buni to'g'rab bo'lgandan keyin biz buningga ozroq so'ng piyoz bilan zencefil aralashtiramiz. Baliqni to'g'rab bo'lib, buni bu baliqqa tuz, vijin, singcho, dungujanyo, maz, zencefil, so'ng piyozni bularni aralashtirib 15 minutdan 20 minutgacha tamlantirib qo'yib qo'yamiz. Bu aralıqda biz qolgan qo'shimcha materiallarni tayyorlab olamiz. Buningda so'ng piyoz, buni yerib kichikchasi to'g'rab olamiz. Samsaqni yaproq chiqib to'g'raymiz. Zencefilni yaproq to'g'rab olamiz. Quruq lazni qisqacha qilib tayyorlab olamiz. Bu 15 minut demlab bo'ldi. Bunga quloq kraxmalni ozroq beramiz. Tekshirlashtirib o'tamiz. Buni kraxmal berib bo'lib, hamda qozonga yog'da pishirib olamiz. Qozonni o'choq isib, bunga sal ziqroq may qo'yib olamiz. Mayning gradusi 5-6 derece qizganda baliqni solamiz. Mayning gradusi tuvan lopqas bo'lmaydi. Baliqni qozonga silib, orqadan cho'mishni silib ilashtirmaymiz. Baliq qozonga tushib, ketib olgandan keyin, anandan keyin cho'mishni silib aralashtiramiz. Bo'lmasa baliq izlib ketadi. Terisi jitlib ketadigan ahvollar yuz ko'rildi. Cho'mishni salsaqma, cho'mishni keyni bilan asta ishtirib qo'ysak bo'ldi. Baliq mustaq sag'irib, qatqandan keyin buni suzib yuboramiz. Qozon may qo'yib, ozroq qizganda sinjang, so'ng piyoz, qizil laza qilib qo'yib olamiz. Ondan keyin suv quyamiz. Buni ozroq lovcho, singcho, tuz, shakar, ozroq vijin silib ta'min tanishib olamiz. Orqadan samsaqni solamiz. Buning rangi ta'min tanishib olgandan keyin bu taqsidagi baliqni solamiz. Bunun suya az qağıça qaynatsak bo'ldi. Hamda bu suzib olamiz. Suzib olgandan keyin bu qozonni solgan
Başka narsalarni biz suzib o'tamiz. İşletmeymiz buni. Bularni üstü qo'yib bersak, seybe qalayimqan chiqadi, suzuk chiqmaydi. Bunun suyga azroq o'lkiroq mol beramiz. Üstiga maydan azroq to'kib o'tamiz, paqroq yog'i bu. Mana jiz paqirab chiqadiganqa. Bu ishni hamda beliqni ustiga qo'yib bersak bo'ldi. Bugungi bu qizartib pishirilgan tasma beliq alayligi intayin paqroq ko'rkam ta'mi ichiga singan. Bular cho'ng kichik hammalarning yeyishiga mos keldi. Ham kishilar intayin yoqtirib yeydigan xurmo. Bugun oldiqmi ko'pchilik? Bugun olgan bo'lsanglar yurak berib saqlab, yaqinlaringlarga avattiringlar, ularni foydalanib qolsin. Ügenmekçi bo'lgan taamlarınlarını intras rayon qoldirib qo'yinglar. Keyingi sonlarda o'rinlashtiramiz. Xayr xo'sh, aman bo'linglar.